Anglayotganlar Merkezi Xalq Radio stansiyasining Beijingdan berayotgan programmasi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anglatamiz. Oy qanda qilay, mening qizlarim nalada. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdi qandı. Nima kunlarni ko'ryapti qandı. Men har qaysini pek obdan bilaman. Chechani parqirtib tarashib olganim bilan insof yo'q senlarda. Anam meni, dadam meni. Nemishqa arzulabdiki. Mening bunda bo'larimni nemishqa o'ylamoqdiki. O'ylaganlarim ko'p edi. Fikrlarim chechilib ketib, to'liq ifodalab bera olmay qoldim. Seni yana ranjitganman. Ammo men seni yaxshi ko'raman, dada. Kichik bola vaqtlarimda men sendan faxrlanatdim. Meni tushunasan. Endi senlarga, adimizga mendan salom et. O'g'lim Erkin. U xatni purlab yerga otdi. Onunğa qanoat qilmay, hosisining uchiga ilib tozaliq uyiga. Axlat sevitiga tashlab etib chiqqandan keyinlar ochiqqa bir oz pasaygandek bo'ldi. Lekin hozir ishini xeyligicha bosolmadi. Yuragim o'rnidan qo'zg'alib ketgandek egiz-bas so'qatdi. Qo'lini uzitib, ayoli qo'yib qo'ygan sovuq choyni o'rtiltib ichdi va xatni insofsiz o'g'lini xiyolidan chiqarib etishga harakat qilib, yana bir tarbiga o'rilib jimmidi yotdi. Lekin hech qanday qilib xiyolidan chiqarib etolmadi. Oxiri o'rnidan qo'pib, yostiqni egizroq qo'yib, orqasiga yo'linib o'ltirdi. Ko'rpining tegidan ehtiyot uchun tiqib qo'ygan bir qop tamokini oldi. Titrgan qo'llari bilan o'ningdan bir talni elib o't yoqdi-da, kuchab ichiga tortishga boshladi. Erkin. Kichkin bola sen shundoq tarsa, hech kimga o'xshamaydigan bir bola eding. Biroq sen hozir cho'ng odam bo'lib qolding. Ota-onang uchun seni biqib qatorga qo'yishning osonga tushmaganligini tushunishing kerak edi. Acaba qandoq cho'ng bo'lganingni, o'tgan hamma ishlarni unutib ketdingmi, ha izotsiz? U quyuq tomaki isi ichida ko'zlarini qisqanicha qayergadir tikilib qoldi. Erkin ular to'y qilib xeyli yillardan keyin u ayolini tug'maslikda ayblab qo'yib etmoqchi bo'lib yurgan chog'larda tug'ildi. Shu yillari u viloyatlik san'at o'mikidagi yangidan dong chiqarishga boshlagan bir yosh naqshchi bilan yoshirincha opaq-chapoq bo'lib yuradi. U ayolining eg'ir oyoq bo'lganini bilgandan tortib, boshqa ayollar bilan bo'lgan bordi keldisini cho'rt uzdi. Qisqasi, Erkin ularning buzilib ketish oldida turgan oilasini qutqizdi. Orqadan Akbar, Gulchanlarmo dunyoga keldi. Ammo keyingi vaqtlarda ayoli kasalchan bo'lib qoldi. Bara-bara u heliqi artist ayol bilan bo'lgan munosabatini yana asliga keltirib oldi. Orqadan yana boshqa ayollar bilan orlashib yurdi. U ayolining yeniga oyda yilda ba'zi kayf bo'lib qolgan chog'larda keladi. Ayoli uningga itoatli qiladi. Ortiqcha gap so'z qilmaydi. Ayoli gap qilmagani bilan u ayolining ko'nglida azoblanadiganligini,
kechalari yo'shirincha ko'z yoshi qiladiganligini biladi. Turibla oyog'iga ichi og'ribmi qoladi. Uningga yana vafosizlik qilmaslik to'g'risida o'z-o'ziga va'dami berib boqadi. Ammo bularning hammasi vaqti kelganda uni to'sib qola olmaydi. Ularning o'tirsidagi yiroqlashishdan paydo bo'lgan hang barg'an seri zo'rayaverdi. Bu holat bolalarga ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Bo'libmi, Arkin onasiga yaqin edi. U o'g'lining o'ziga gumon bilan tikilgan ko'zlaridan uning yeshiga munosib bo'lmagan nurg'un narsalarni bilib olganligi, tushunadiganligini sezadi. Uning oshu qarashlari toki cho'ng bo'lg'icha o'zgarmadi. Yeshining cho'ng'ishiga agishib, uning mijozidagi g'alitilik, tarsoliq mana mendab o'zini ko'rsatishga boshladi. U mushtaq vaqtlarida o'zidan 1 yosh kichik inisi Akbar bilan chiqish olmaydi. Akbar gap tatliq, ota-onasiga bo'lib bu dadasiga yaxshi ko'rinishni xohlaydigan bola edi. Ratlik, pokiz kiyinib yurishni yaxshi ko'radi. O'zimi chiroyli edi. Uningdek bolani kim u yaxshi ko'rmasin? U davomli okisining har xil kapsizliklaridan ota-onasini xabarlantirib turadi. Arkin to'laroq uning shu ishiga chiday olmaydi. Ular ikkisi chuju xo'rozlardek yoqilishayotganda, kichkina Gulshan qo'lidagi qo'nchiqini tashlab etib, varqirab yig'lashga boshlaydi. Arkin uning yig'lig'ini ko'rishi bilan Akbarning yoqisini qo'yib etadi-da, yugurib kelib yerdagi qo'nchoqni elib, singlisiga tutqizadi. Do'p-do'maloq nangizlardagi yosh yuqini surtib, uni o'ynatib ketadi. Gulshanmi uningga hammadan omroq edi. Keyin u maktabga kirdi va shu kundan tortib o'qituvchilarni qo'g'ishlashga boshladi. Kishilar uning kapsizligiga hayron qolishdi. Orqadan tasalli uchun "Bola texi kichik, cho'ng bo'lsin cho'qini, cho'ng bo'lganda biraqli besiqishadi" deyishadi. Nadikini? U cho'ng bo'lgancha qiliqlarimi billa cho'ngaydi. Boshlang'ich maktabda bo'lsa, maktabdan qochadi. O'tir maktabga chiqqandan keyin o'qituvchilar bilan qarshilashadigan. Ulardan kelmas savollarni so'rab, dars tartibini buzadigan. Ba'zi o'qituvchilarning darsiga faqatli kirmaydigan bo'lib oldi. Hatto bir sinf o'quvchining hammasini keyniga silib elib, sinfni quruqtab qo'ygan vaqtlarimi bo'ldi. Oxir bir kun uning sinf mudiri Abdurasulni izlab uyiga keldi. U qattiq azor yegan qiyofatda edi. Qo'llari, ovozi titraydi, hatto yig'lamsiraydi. O'qituvchi uningga Arkinni endi o'z sinfida o'qitolmaydiganligi, maktabdagi boshqa o'qituvchilarning uni sinfiga elishni xohlamayotganligini aytdi. Buningga nima amal bo'lsin? Shu chaqda u Arkinni savoq olar, endi odam bo'lar deb o'ylagan edi. Ammo u undaq qilmadi. Abdurasul uning sababidan shu o'qituvchilar oldida, Ma'arif bo'limidagi shu arzimas kishilar oldida necha qizirib totardiki, shunga Arkinni ko'rsala uning g'ushida ochiq tutadigan bo'lib qolgan edi. Arkinmi uning oldida xuddi ushliq tikanlarni sirtqa qaritib, tugilib oladigan kirpidek hurpiyib oladi. Uning nasihatlarini yo'q yoki ma'qul demay, qopoqlarni turganicha anglaydi. Chiqibla yana o'zining belginini qiladi. U shu peti ketavergan bo'lsa, oqibati qandoq bo'ladi ekan? O'ylamagan yerdan Arkin to'sin otni ko'ndiradigan chavandoz chiqib qoldi. U o'sha maktabning bir peshqadam o'qituvchisi edi. U Arkinning boshqalar kamchilik deb qaragan taraflarning hammasini tepilg'usiz xislat qilib ko'kka ko'tardi. Yana nimalarni qildikin, ish qilib Arkinni o'ziga qortib oldi. Shuningdan keyin u darslarda birdilla ilgirlab ketdi. Hamma kishini hong-tong qoldirib, o'zining nurg'un ortiqchiliklarini oshkorlashga boshladi. Lekin u yanala hech kim kutmagan yerdan chiqdi. Uning fikr qilish usuli hech kimninkiga o'xshamaydi.
Abdurasul o'g'lining mushi tarafidan zodila xotirjam bo'lolmaydi. O'tir maktabning oxirgi yilliklarida o'qiyotgan chog'ida u pedagogik institutida o'qiydiganligini, kelgusida o'qituvchi bo'ladiganligini cho'kkarladi. Abdurasul uning bu qaroriga yo terkishni, yo kulishni bilmay qoldi. Demisimi, 10 yillik hayotini o'qituvchilar shu xolis, jafokesh kishilar bilan qarshilashib o'tkazgan. Shu kishilarni yetkicha azoblagan, qiynagan bir bolaning oxir berib o'qituvchilik xizmatini yaxshi ko'rib qilishini nima deb tushunish mumkin? U pedagogik institutiga kirdi. Kirmay maktablarimizdagi tarbiya usullarimizni shaklvozlikka chiqarib so'kkili. Kishini andishiga soladigan, hech kim kutmagan, ajoyib g'aroyib ko'z qarash, tasavvur, planlarni o'ttirg'a qo'yg'ili turdi. Gazet jurnallarda maqolalarni e'lon qildi. Bir mezgil Janubiy Sinjongda ma'rif ishlarining orqada ekanligini anglab, ta'tilda bir necha savodchi bilan pul yig'ish qilishib, bir doklad o'miki uyushtirmoqchi. Janubga berib, shahar yezlarda ma'rifni rivojlantirishning ahamiyati to'g'risida nutq so'zlamoqchi bo'lishdi. Dunyoda nadimi undaq ishki 3 so'ltekning varqirab jarqirishi bilan hal bo'lib ketadigan ish bo'lsin. Yanala Abdurasul uning bunchavala sakrab ketishiga yo'l qo'ymadi. Uning xizmat taqsimotiga bevosita qo'l tiqib, o'g'lini o'ziga qirtib olgan arzimas ishlar va ziyonli o'y fikrlardan qutuldirdi. Uning partiyaga kirishiga, chet elga o'qishga chiqishiga yordam qildi. Ajaba, u yomon qiptimi? Har qancha dada bo'lsa-mu, uningchilik yo qilar, yo qilolmas. O'g'li nemishqa mushlarni vijdoni bilan o'ylab boqmaydi. Yana nima uchun uningdan norozi bo'lib yurdi? U dadasiga emas, o'ziga echinsin. Xayollar uningga orom berdi. Buning bilan u ruhiy jihatdan ozodlashib, yengillab qoldi va shu yengillik ichida qandoqlarcha uxlab qolganini bilmay qoldi. Uzun o'tmay uning yonida nurdek oppoq chimirlab turadigan bir gavda paydo bo'ldi. U uning pakar yoki egizligini, er yoki ayolligini farq etolmaydi. Chiroyini mu ko'rolmaydi. Hech qachon ham ko'rolmagan emas. Faqat o'ziga tikilib turgan ko'zlarini his qiladi. Butun vujudi bilan sezadi. O'rnidan qo'pmoqchi, jinining barcha varqirmoqchi bo'ladi-yu, midir-sidir qilolmaydi. Ovozi chiqmaydi. Kimdir biri butun gavdasi bilan besib elayotgandek demiz qiladi, qo'rqadi, bo'g'iladi, tipirlaydi. U dahshatli bir varqirab ko'zini ochdi. Yotoq har qachonqidek bo'sh, tep-tinch edi. Yeşil yopqichliq ustal chirg'i suz nur chechib turadi. Nepiz oq shoyi parda kechining g'urg'ur shamolida bilinar-bilinmas tavrinatdi. U endi uxlay olmaydiganligini his qildi. Qachonlardan tortibkin uningda bu xil azoblik uyqusizlik kesili paydo bo'lgan edi. Uning ustiga shu topda uningdagi boyqi ruhiy yengillikdan asar qolmadi. Ko'z oldida goh yilqi gavda paydo bo'ladi. Barg'on seri zo'rayib uyga potmay qolgandek, uyning hamma taraflaridan sonsiz ko'zlar tikilib turgandek bilinadi. Goh quloq tuvida o'g'lining "Men sana elchiniman. Men sana elchiniman" degan nidosi takrorlanadi. Bu nido barg'on seri kuchayadi. Uning sadosidan miyasi jizildab, quloq pardalari teshilgudek bo'ladi. Butun badanidagi tomirlarning sakrab chiqib ketadigandak lo'qildayotganligini, vujudidagi barliq qonning miyasiga qo'yilayotganligini sezadi. Sestra kirdi. U uning boyiqi varqirishidan uyg'onib ketgan bo'lsa kerak. O'ng-tinsiz karvatning bosh tarafiga o'tib, uning chip-chip tarilgan peshonasini, tomirni tutdi. Qon besimini o'lchadi. Orqadan uningga o'kul urdi. Toki u tinchilib uyquga ketguncha yenidan ayrilmadi. Endi uning ko'ngil aromi tamoman buzildi. U o'ylamaslikqa, hayajonlanmaslikqa o'zini majburlay olmaydi.
Yo'q, unda qilolmaydi. U o'z hayoti haqida qayta o'ylanishning, besib o'tgan yo'li, hayotidagi hamma yaxshilik yomonliklari ustida adil yakun chiqarishning payti yetib kelganligini his qilishga boshlagan edi. Kim biladi? Shundala ko'ngli tinchib xotirjam bo'lib qolar. Azobli xiyollardan qutulishning yo'li tepilib qolar. Tasodifiy o'lib ketib qolsa-mu, ko'ngli ochiq ketar. U xiyolchan, kamso'z bo'lib qoldi. Ayolining, qizining, yodikorning ko'zlaridan bir xil andisha, sarosima chiqib turadi. Ular uningdagi bu o'zgarishning tegiga yetolmay hayron edi. U bo'lsa ön chiqmaydi. Ulardan yuzini o'rib, derazaga tikilgan ko'zlarini goh yo'g'on echib, goh yumib elib, to'xtamay xiyol suradi. Uning hayoti rostla echinishga tegishlikmi? Uning hayoti ana shundoq bekordan bekor ahamiyatsiz o'tib ketdimi? U oilasi, bola chaqalari uchun shuncha ishlarni qildi-yu, nemishqa u ayoli bola chaqalarini baxtli qila olmadi? Nima uchun hamma kishi uningdan og'rinadi? Uningdan norozi. Nemishqa? Sada nemishqa? Mangan yo'lning izi qoladi. Kuygan o'tning kuli. Osmon palak daraxtmu bir kuni yiqiladi. Burkutmu bir kuni qiriydi. Qiri burkut hamon ko'kka talpinarmish. U oshu ko'k osmonni, qanotlarining orasidan uchib o'tgan shamolning vingildishini shuncha seg'inarmish. Hayotmi shundoq. Ba'zilari osmonda parvoz qiladi, ba'zilar umrvoyat yerda o'milaydi. O'milib o'tgan hayotning nima lazzati bo'lsin, yetib qolguchi aytib qol degan ko'nilar. U hayotini yerda o'milib o'tkazgani yo'q, balki osmonda parvoz qildi. U buningdan faxrlanadi. Darvaqa miltiq ko'tarib inqilob qilib yurgan chog'larida, ozodlikning dastlabidagi o'sha qaynoq yillarda uning qalbida bir e'tiqod, ulug' bir istak bor edi. O'sha istak yo'lidagi tirishchanliklari va tanparasti uning o'zi o'ylabmi ko'rmagan martaba, o'rin boshqa kishilarninkidan qulaylik turmush sharoiti hadya qildi. Uzun o'tmayla chala savod, sodda, qiziqqon, yerim dehqon, yerim askar va yerim tashkilotchi bo'lgan u yangi hokimiyatning muhim rahbarlaridan bo'lib qoldi. U xuddi zo'r bir iqimga qo'shilib, uning bir tomchisiga aylandi. Uning borligi, hayot mamoti o'sha zo'r iqim qo'ynida edi. U bu iqimning ulug'ligiga, qudratiga, o'z e'tiqodining va qilayotganlarining mutlaq to'g'riligiga ishonadi. Uningga shak keltirmaydi. Ozodlikning dastlabki yillarida Shinjong yezlarini qoplagan zo'r inqilobiy harakatlar qaynamida u ozodlikka erishgan. Uyushayotgan dehqonlar uchun ularning moddiy va ma'naviy manfaatlari uchun nurg'un xizmatlarni ishladi. U hozirmi ko'zini yumsila, ko'z oldida ayni yillarda otliq, piyoda bosgan yezi yo'llari, qarichiroq yo'riqidagi ko'ngilli kech kurslar, feodalizm va xurofotlikning asoratidan qutulgan yezi yoshlarining xushal, jo'shqin qiyofati ko'z oldidan bir-birlab o'tdi. Shundoq, o'sha yillarda u o'sha yoshlardek jo'shqin, xushal xo'ram, g'ayratlik edi. Uningga dunyoda qilg'ili bo'lmaydigan ish yo'qdek tuyuladi. U bir jup qiz yigitning johil ota-onalaridan yoshirinch to'y qildi elishiga, qo'shni yeziga qechib berib to'y qilib elishiga yordam qilgan edi. U o'sha nohida ishlayotgan yillarda ular doim uni yo'qlab turardi. Ular bugun balkim bo'y-mo'moy bo'lib ketgandi. Dehqon haq degan jafokash keldi. Osonlik qayirib ketdi yoki allaqachon olamdan o'tgandi. Keyin ishlar boshqacha bo'lib ketdi. Xeyli bir mazgil kayfiyat burunqidek ozoda, ochiq yo'riq bo'lmay qoldi. Yurakdagi so'zni qilg'ili bo'lmaydigan bo'ldi. Yurak so'zni qilganlar, konkret ishlarga qarata boshqacha ko'z qarashga bo'lganlar o'sha zo'r iqim qo'ynida g'arq bo'ldi.
G'arq bo'lganlarning xeyli bir qismi u hurmatlaydigan, yaxshi ko'radigan, hatto o'ziga o'rnak qiladigan odamlar edi. Oshularning amaliyati uni texim aqlliqroq qilib qo'ydi. Bo'libmi, u oshu g'arq bo'lganlar va u o'zi kech-kunduz qiymini yegan, uning uchun borliqini otib qo'ygan bir qism kishilarning shamolga qarab mo'ngirgan bir podimolga o'xshaydiganligini. Bu padining vaqti kelganda dahshatli qora bo'ronga o'xshash yo'liqqanligi hamma narsani, hatto o'zi uchun jinini tikib qo'ygan kishilarni qilcha rahim qilmay yonchib supurib tashlaydiganligini. Bularning qiyli ko'pining shaxsiyatchi, tanaxur, ishki yuzlamachi, hiyligar ham nodon, yomondan qo'rqib, yavoshni bo'zik aytadigan chokina odamlar ishkanligini tunib yetdi. U odamlar uni xudodek bilishadi. Uningga xushomad qilishadi. Bas-basda bir-biridan qizg'anishib, uningga bo'lgan sadoqatini ifodalashadi. U ularning o'zidan ilgirkilarga mu shunda qilganligini. Qachonki mansibidan ayrilgan kuni o'zining arzimas oddiy bir odamga aylanganligini biladi. Demak, bugun sana omad kelgan ekan. Meg'zini choq, payzini sur. Oshu chokini kishilarning do'st dushmanining ko'zidan o't chiqarib deb o'ylaydi. Shundoq. Uni oshu odamlar, xushomatlar, al so'rinidagi yoshirin raqobat, ko'tirilish tushishlar, suiqasd, hiyla mikrlar boshqacha bir odamga aylantirib qo'ydi. Burunqi e'tiqod, go'zal istaklar endi uningga yot, yiroq, g'uva bir narsadek ko'rinadigan bo'ldi. U endi o'z o'rnini, o'z atrofidagi o'mchik to'ridek murakkab munosabatlarni ko'radi. Ko'nglida kech-kunduz cho't so'qadi. Birlarini chontirmay yeniga tortib, o'rin, martaba orqali o'ziga chambarchas bog'lasa, birlarini chetga qoqadi. Yoshirin boplaydi. Hatto mangu qad ko'tarolmas qilib yetadi. Cho'ng ishlarda, xalqlik burilish paytlarida azaldan gapni oz, ishni ko'p qiladi. Shunga har qanday vaziyatga tezdan moslashib ketadi. U hayotida o'z ehtiyotchanligining foydasini ko'p ko'rdi. Nini qil-ko'riklardan salomat o'tib qolmay, martabasi va obro'yi borgan sari eshiverdi. Martabasining o'sishiga ayishib, uning vujudida bir xil salobat, ulug'vorlik paydo bo'lishga boshladi. U aytgandek gavdasini erkin kerib, qo'llarini kayniga tutib, turilgan qopiqi ostidan atrofga ancha-muncha nazar tashlab qo'yib, salmoq qadam bilan mong'atdi. Salom sahat qilganlarga go'yo ig'ir beshini medirlatish bekmi tezki to'xtaydigandek bilinar-bilinmas javob qaytardi. So'z deganda jiddiy yig'in, muhim ish, yo'l yo'ruq degandek so'zlar og'zidan to'kilib turadi. Tanbih berish deganning o'rniga tanqidlash, maqtash deganning o'rniga taqdirlash degandek so'zlarni ishlatishni yaxshi ko'radi. Va bu so'zlarni xotin bolalariga mu ishlatadi. Ochiqini keltirib qo'yganlarni askar vaqtlarida o'rganib olgan suvarish, qispuruch, bekchig'ar degan so'zlar bilan tillaydi. G'azib kelib xudini yo'qotgan chog'larda bo'lsa, salohiyatini qayirib qo'yib, aslidagi dehqon holatiga qaytadi-da, bolaliqidan qilib odatlangan ig'izga olg'usiz so'zlarni qilib soladi. Ammo bunda holatlar noyda oz ko'riladi. Qisqasi, qo'l ostidagilar uningdan qo'rqadi, aymanadi. Uning ochiqini keltirib qo'yish ehtimoli bo'lgan ba'zi ishlarni doklad qilishga to'g'ri kelsa, kotiblar bir-biriga ishtirishadi. Hatto eng jur'atliklari uning ishxonasining oldiga necha kelib, necha qaytib ketadi. Faqat bo'lmaganda eshik oldida birdam turib, o'pkisini besib elib, ondan uning oldiga kiradi. Ishlari ko'ngildagidek ketayotgan chog'larda ejilib qoladi. Chaqchaq qilib hammalarni kuldiradi. Qo'l ostidagilarning ota-onasi bola chaqasini so'raydi. Erlar bilan xotinlarning quvvat to'g'risining paranglarini selishadi. U hammadanmu ishkining oldidan kech-kunduz agib ketilmaydigan arz dard aytquchilarni yomon ko'radi. Ularga qopiqni ochmaydi, gapni qilmaydi.
ayolining bolalarning ular bilan paranlashishiga, ularni uyga kirgizishiga yo'l qo'ymaydi. Arziyat ishxonasini ochlar uchun ochmasa, kim uchun ochadi? Deydi u qaynab. U arzlarning arziyat ishxonasida oylab, yillab yotadiganligini. Daraja-mu-daraja qo'lni-qo'l otlab o'zining oldiga kelishiga oz deganda bir necha oy ketadiganligini biladi. Lekin hamma ishning o'z yo'li bo'ladi. U o'zi yolg'iz ularning hammasini qabul qilib, masalalarni hal qilib bo'la olmaydimi? Bir kuni uning oldini o'tir yoshlik bir ayol to'sdi. Zar-zar yig'lab quchqidagi bir teri, bir so'ngak bo'lib ketgan. Chapoq bosgan uzun-uzun kirpiklarni juplab, behush yotgan bolasini uningga devaylab, "Jinim aka, sizlarning bolalari bordi. Shu bolalarning haqida bolamni doktorxonaga oldirib bergan bo'lsalar, yaxshiliklari bandadan yanmasa Xudoyimdan yanar. Bechora bolam o'tga bo'lib yotqani 3 kun bo'ldi. Jinim aka, menga yordam qilsalar." deb yig'izar qildi. U ayolning so'zlaridan uning kichkida tashlab ketgan dadisini izlab, yoqi yurtdan kelganligini, dadisini topolmay, pullarni xajlab tugitib ketishga amalsiz turganda bolasi og'rib qolganligini tushundi. Ayolning nolisi, bolaning holi dastlabda uning yuragini eritgandek bo'ldi. Uning ko'nglida ich og'irtishdek bir xil hissiyat uyg'ondi. Ammo hayol o'tmay bu hissiyat yo'qoldi. Uning yuragi yana qotdi. U qo'pol ohangda, "Arziyat ishxonasiga bering. Arziyat ishxonasiga!" deb ochiq bilan qo'llarini silkib o'tib ketdi. "Urq avlodim qurib ketay ilohim. Hech qanday odamdan vafo ko'rmay o'lasan ilohim." Ayolning qarg'ashlari xeyli yergacha anglanib turdi. Nemishqidir, shu so'zlar uning yuragiga umr g'oyat o'rnashib qoldi. Biroq u o'zini ayblayolmaydi. Nima deb ayblasin? U yana nurg'un kishilarga yaxshilik qildi. U uda necha yil sinib ko'chalmay maktabdan haydalish oldida turgan bir dehqon bolasini saqlab qolgan. U hozir donliq doktor. U yana shundoq nurg'un kishilarning beshini silgan. Ularning manfaati uchun qo'lidan keladiganning hammani qilgan. Yaxshilik va yomonlik. Bular faqat uning hayot yo'lidagi tarmoq iqim, parch-purat ishlar. U hayotida minglagan, 10 minglagan odamlarning taqdirini uyan yoki buyan qilib keldi. Tabiiyki, ularning qanchasiga baxt istiqbol elib kelgan bo'lsa, yana qanchasiga vayronchilik, baxtsizlik elib keldi. Chunki hech qanday bir ijtimoiy inqilob hamma odamning manfaatiga uyg'un bo'lavermaydi. U nohiya, avtonom rayon darajalik cho'ng-cho'ng ishlarni belgilab, jamiyatga foydali nurg'un ishlarni qildi. Shundaqla yana o'xshashmagan tarixiy davrlarda oz bo'lmagan xatoliklarni sodir qilib, jamiyatga, xalqqa ziyonlarni misoldi. U o'zini xizmati, to'plardan faxrlanishga haqliq deb biladi. Ammo xatolik samanliklari uchun hech qachon vijdon azobi tortib boqmaydi. Balki uni yuqorining siyosatlari bo'yicha bo'ldi deb qaraydi. Bugungi kunda nurg'un ishlar. U ayni vaqtda yurak qiynini, hayotining eng yaxshi vaqtlarini sarf qilgan ishlarning ba'zilari inkor qilindi. Yaxshi shaklda inkor qilinmagani bilan mohiyatda inkor qilindi. Qalpoq kiygan, so'langan nurg'un kishilar asliga keltirilib, jamiyatga normal hayot qo'yniga qaytib keldi. U ularning o'ziga naqadar o'chlik qiladiganligini, ishdek xorliqda qilishini tilaydiganligini biladi. Ammo u Abdurasul jini tenidili bo'ladigan ularga bosh egmaydi. Gunohidan o'tishni tilab yelinmaydi. Chunki u tarixning yaratquchisi, o'zgartuvchisi emas. Ayni vaqtda uning o'rnida boshqa biri bo'lgan taqdirdami, ish yana shu paytda bo'ladi. Buningdan keyin shunday bo'ladi. Har qanday odam, har qanday partiya agri to'qayliqlar, xatoliklar, mag'lubiyatlar davomida pishib yetiladi. Og'rinishga kelsa o'zingdan, o'z jiningni o'rnini qo'g'dashni bilmaganligingdan. Alohida tarixiy sharoitda asosiy iqim bilan tarmoq iqimni,
qismanlik bilan umumlikni farq etolmaganligidan og'rin. Shundoq u o'z hayotidan faxrlanadi. O'zini kuchliklardan, yenguchilardan hisoblaydi. U hayotida huquq deganning oddiy odamlarni boshqaradigan va ularning taqdirini belgilaydigan qudratli kuchning lazzatini yetkuchi tetdi. Uningga xumor bo'lib ketdi. Uningsiz turolmaydigan, uningsiz o'tgan hayot haqiqiy hayot emasdek tuyuladigan bo'lib ketdi. Boshqalarning xushomati, qo'rqishi, ismining orqasiga atoydan mansibini qo'shib otashlari, ayoli va bolalarning ustunlik tuyg'usi. Mushularning hammasi uningga cheksiz xushallik, lazzat bag'ishlab keldi. Ammo yillar o'tayverdi ekan. Rahimsiz yillar hech kimni oyab qo'ymaydi ekan. U muqirdi. Yigilab qo'rilib qoldi. Pensiyaga chiqdi. Ana shuningdan keyin u bu dunyoda e'tiborlanadigan narsaning qandoqdir biror odam, qobiliyat yoki boshqa narsa emas, balki huquq ekanligini. Uning tangdossiz kuchini har qanday vaqtdagidan kuchli his qildi. Ilgari uni e'tiborlaydigan, hurmatlaydigan koni yangi boshliqlar uni uchirtib qolganlarida faqat rasmiyat yuzasidan zo'rg'a ahvol so'raydi. U ularning kulimsirishining, g'amxo'rligining shu topda sabab qilib ko'rsatayotgan qandoqdir muhim yig'inning tamoman yolg'on ekanligini sezib ko'nglida boshqacha bo'lib ketdi. Ilgari uningdan aymanadigan oddiy kishilar bo'lsa, uni o'zlarining qatoridagi, hatto o'zlariga yetmaydigan arzimas kishidek ko'rib so'zlashidi, chaqchaq qiladi, masxara qiladi. Ba'zilari hatto gapni chiqib oladi. Mundaq chaqlarda u ko'rinishga chandirmag'ini bilan ichida cho'yin chaqqandan battar beorom bo'ladi. Kechalari to'lg'inib uxlay olmaydi. Uyan o'ylab, buyan o'ylab, xiyoli erkinga ketadi. Ishonchsiz, uzilib ketayli deb turadigan umid yipini yana uning zo'r bog'laydi. U xeyli ilgaridan tortibla o'zining izini biror bolasining besib qilishini orzu qilib kelgan edi. Lekin erkin boshdan oxiri uning kutgan yeridan chiqmadi. U bir mezgil kichik o'g'li Akbardan umid kutib yurdi. Uningga Akbarning vujudida bir yaxshi rahbarda bo'lishga tegishli fazilatlar, o'ziga ishonish, tan-farosat, salobat deganlarning hammasi bordek tuyulgan edi. Ammo u o'ylamagan yerdan cho'ng bir iqtisodiy ansiga chetilib qilib tugishib ketdi. Bu ish uningga bakmi qattiq zarba bo'ldi. U o'g'liga ko'riladigan chorni yeniklatish yo'lida barliq hunarini ishga soldi. Hay, andisha. Deki ichida o'tgan osh kunlar. Ayolining tugumas ko'z yoshlari. U ayolining hayotining oxirgi yillari edi. Bu ish uning o'limini texmo tezlatdi. Yodikor bo'lsa, tug'ma san'atkor bo'lib chiqdi. Balkim onasini do'rg'andi. Qizlardek nozik tabiatlik, chiroyli bu bola rasm, musiqa, she'r degandek narsalarni yaxshi ko'radi. Boshqa har qanday gap so'zlar uning qitig'iga kirib chiqmaydi. U orzusi bo'yicha san'at institutida o'qidi. O'qish bitkazgandan keyin rassom bo'ldi. Bu sohadagi peshqadamlar, mashhur professorlar uningga zo'r umid bog'lashdi. Uni kelgusida dunyoga tuniladi deyishdi. U buni mayliga qo'yib berdi. Uning xolig'ini qilishiga sharoit yaratib berdi. To'g'ri, bu bolani haqiqatan yaxshi ko'rdi. Faqat uning yurish turishlar uningga yoqmaydi. Hozir uning sochlari mursiga tushidi. Qachonli qarasa bekma arzon, ammo g'alati kiyimlarni kiyib oladi. Tova. Shuningga qaramay, yana uning orqasidan bir to'p chiroyli qiz agishib yuradi. Bir qitim u qandoqdir bir murosimga qatnashish uchun u ishlayotgan o'rniga borgan chig'ida uning yotqig'iga kirib qilib ko'zlari oloq-jaloq bo'lib ketgan edi. Qorong'u hamzay. Bir qarasa yog'ochxonaga, bir qarasa sirchxonaga o'xshab ketadigan, sir bo'yoq puroqlari dimoqni yoradigan, tomlariga yo'g'on g'aylati tushuniksiz surat, har xil uslubda chizilgan rasm.
Semol xarakterlik g'alati narsalar esilgan bu uy o'ttirdan yo'g'on parda bilan to'silgan edi. Yodgor o'zining nurg'un, ammo bir pulga arzimaydigan loqi-loqilari bilan uyning tang yerimini egilgan edi. Bolondagi karvatning ustida kir, ishт uvisidan tortib olgandek purlashgan kiyim-kechak, yirtiq paypoqlar chechilib turardi. Yodgor onasininkiday qora budur sochlarini poqaytib, uning oldida aymangandek, hatto qo'rqqandek, shundaqla yana omroqliq, faxrlanish hissiyotlarga to'lgan ko'zi bilan qarab turardi. Uzun, bo'yalgan qo'llari goh ko'ni yip moykasining peshini, goh chechini, goh qo'liga chiqqan qandoqdir bir narsani qamallaydi. U o'g'li bilan xo'shlashib sirtqa, ochiq havoga chiqib bo'lguncha ko'zi to'rt bo'ldi. Atsi Yodgor uyga kelganda uningga umrni mundaq parokandichilik ichida o'tkazishga bo'lmaydiganligini, uningga endi bir yaxshi ayol, kuyimchan hamrohning g'amxo'rligi zarur ekanligini dartmaladi. Ammo Yodgor o'z ishida biror natija qozonmay turib, o'ylanish niyati yo'qligini oshkora aytdi. Demak, Yodgor ashundoq odam bo'ldi. Qaraganda erkinni har qancha yoqtirmasa-mu, umidni yangi shuningga bog'lamay bo'lmagan edi. U oxiri yana erkinga xat yozish qaroriga keldi. Ko'zaynikini taqib, oyab on-sandili ishiltadigan ko'na, oltin yulduz markali qalamini elib, titragan qo'llari bilan xatni saq yerim kun yozdi. Xatni yezib bo'lib, birdilla yangilab qolgandek, yelkisidagi eg'ir yukdan qutulgandek bo'lib qoldi. Ammo kechasi u yanili tush ko'rdi. Rangdor qo'yun. E'tiborliq mehmonlar so'ringa hamon kechikib keladi. Odamga liq to'lgan zal bo'ylab salofat bilan to'rga qarab menish. Tunish va notunish chiroylarda parqirab ketgan ko'zlarda ifodalanadigan ichki g'ulg'ula, havas, hasad, ta'na, xushomat va shuningga o'xshash xilma-xil ifodalardan. So'rin ahlilarining uvisiga suv kirib ketgan chashqinlardek patbaroq bo'lib ketishidan. Sahibxonalarning baxtiyorlik, faxrlanish ichida xudini yo'qitib qo'yishlaridan o'z ustunligini, qadrini his qilishdan yaqinlik ish bo'lmasa kerak dunyoda. Zal ishkida qatong'ur, qo'yuq qoshliq o'tir yosh kishi bilan ikki xonim paydo bo'lishi bilanla necha yuz jup ko'z eshik tarafga oqdi. Eng avval Pakar to'pga o'xshash do'gilak, qizil yuzlik xushxuy sahibxona bilan uning raso yasangan dastlik ayoli ularning oldiga yugurib bordi. Orqadan o'tirda mengib yurishgan ayollarmi o'sha tarafga qarab oqdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumliqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Baqqa kirdim sho'rangdan, birini uzdim g'o'rangdan, taktakchi yomon ekan, ayribatdi jo'ramdan. Mening ko'nglimni tushunmaysiz deyman. Zotini tushunmaysiz. Siz bilan so'qishtirib ishmisam, zotini podan chiqmaydi ekanman. Kelinga birini ichsaydi. Sen degan qiz bola. Qiz bolaning ta'li adin chiqmasa bekor. Yana imtihon berman deganing bilan o'tsan o yaxshi. O'tolmasang qanday qilguliq? Buningdan baxchoq bo'lib ketsam, ahmi olmaydi. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur.